ketdi. Ming yuzlik balalarni uydan chiqib ketishga kuch ko'rsatib, o'zining yeniga aldab akilgandan keyin eski ishlarni o'rgatib, qalb muakkilini energiya manbasidan mahrum qilishni keladi. Balalar bir yerga yig'ilib, ota-onalaridan norozi ekanligi, ota-onalarining o'zlarini tushunmayotganligi to'g'risida dard aytishidi. Ming yuzlikning suiqasdi amalga oshami? Şakiçikler, uydan chiqib ketish yo'l xiti lozimmi? O sizlarni bezor bo'lganligi narsalardan yiroqlashtirdi. Uyga ish qilmasanglarmi, ertaga turmasanglarmi bo'ladi. Hech kim boshqarmaydi, ko't oldirmaydi. Kasanglar urushidan texmo g'am qilmaysizlar. Ha? Shundoqmi? Lekin uydan chiqib ketsak, nega boramiz? Bu baxtga boshlaydigan yo'l xiti. Qo'linglarda bu bo'lsa, o'zinglar bag, o'zinglar xon bo'lasizlar. Har kuni qong'uchi o'ynaysizlar, xushal yashaysizlar. Fursat g'animat, kelinglar. Tez bo'linglar. Birini bering. Ota-onamning toptanlaridan zerikkan bo'lsam-mu, ularni tashlab ketishga ko'zim qiymayotdi. Qandoqmi qilaman? Bak to'tgansan. Tashlab ketamasangmi, uydan chiqib ketaman deb tahdid qilsang bo'ladi. Ular yaxshi ko'rgan narsangni ippamasanglar, uydan chiqib ketaman deb tahdid qil. Shunda qilsang, ular qo'rqib, deginingni ip beradi. Rostmi? Amsi sinab boqaychi. Xatam baş qandaqli bo'lsin, uydan chiqib ketishga bo'lmaydi. Ajab yaxshi, uydan chiqib ketadigan bo'ldim. Uydan chiqib ketsak, topshiriqni ishlamaymiz. Men uydan chiqib ketaman. Shunda qilsam dadam opamning qatildoshlarini anglamayman. Uydan chiqib ketish sistemasi qo'zg'atilsin. Uydan chiqib ketish yo'q etish shiltishinglarni qarshi olamiz. Qizcha, sizga yo'l heti kerak emasmi? Ha? Na. Uydan chiqib ketaman. Ölüyor az kalkanti. Olcan, oy, yüzümle çokma. Olcan. Kesme aile, muşu vallahi yedi do. Olcan, oy. Hey, toxta! Uydan chiqib ketaman. Uydan chiqib ketaman deb ta'sis silishni nerdan o'rganding? Ma'u balani uydan chiqib ketaman degan gap og'zingga qandoq patdi? Bu ish haqiqatan ig'ir ket. Qandoq qilaman? Amal topdim. Men xotirni ilib yo'l xetiga aldangan baliq yaptiga kirib olay. Bizni nega gapirdikin qani?
Çıkınlar. Bu tatlı tezek maşinesi. Çıksanglar, cennet huzurunu sürüsüler. Merhamet, merhamet. Buldur kızlar. Hamda qanday qilamiz? Uydan chiqib ketish yo'l xati odamning ideyasini burib yetadi ekan. Biz amal qilib yo'l xatini yig'ib olaylik. Sehr shiftib yo'l xatini tatib olsanglar bo'lmadimi? Mening sehrim cho'qim bolalar o'zi xohlagan ahvolda ish qo'yishdi. Mecburlasam kargı kelmeydi. Kapanbaş, yol xitini bana bere? Yo'q. Men bunun bilan ko'nglim xoligan yerga bora olmayman. Boshqalarga hargiz bermayman. Ular yol xitini to'tiya deb bildi ekan, hamda qanday qog'uluq. Yeni ders anlaydigan vaqtimiz bo'lib qopti. Bu qitimliq darsni maxsus qizlarga so'zlayman. O'g'illar, sizlar anglamasanlarmi bo'ladi? Agar anlaymiz desanglarmi mayli, biroq diqqat qilinglar, qizlar bilib qolmasin. Qizlar chiroyli narsalarga amroq, shundaqmi? Yasanchiqliq qizlarning tabiati, chiroyli ko'ylak, chiroyli oyoq, xilma-xil zibu-ziynatlarni yaxshi ko'rdi. Yana shu bo'shroq gap qilay. Apanglarning pardoz buyumlarini o'g'irlikcha ishlatib olasizlar-ku deyman. Mendan eshitmani yashirolmaysizlar. Ajab qo'rqdim. Ammo sizlar opamiz nemishqa pardoz buyumlarini ishlatgili qo'ymaydigan deb hayron qolasizlar-ku deyman. Buning sababini men deb beray. Chunki cho'nglar bilan bolalarning terisi o'xshamaydi. Ota-onalarning terisining qilinligi 2 millimetrdan keladi. Lekin sizlarning teringlar nefis, arab 1 millimetr keladi. Yeni kelib cho'nglarning terisi o'zini qo'g'day olmaydi. Kunda ma'lum miqdorda may ajratib chiqarib, terisining qurg'oqlashib ketishining oldini oladi. Bu maylar mehnat narsalarning teriga kirib ketishini to'sadi. Ammo sizlarning teringlar o'zinglarga o'xshash noyati yumrat. Ajratib chiqaradigan may miqdori oz. Sirtqi narsalarga qarata noyati sezgir. Yeni kelib bolalarning terisi narsalarni osonla sumirib oladi. Hatto mehnat narsalarni sumirib oladi. Cho'nglarning pardoz buyumlarida organik birikmalar, ximiyalik xushpuraklik materiallar, chirishdan saqlag'ich to'g'rilar bor. Ang yomoni hormon miqdori ko'p. Agar bolalar ishlatsa, yuziga donixo'rak chiqib ketishi mumkin. Buningda bak kuchishidi. Mana bu teriga reaksiya qilg'ini. Shunga biz o'yin qo'ymasaqlar, pardoz buyumlarini jiq ishlatmasligimiz kerak. Ammo esinglarda bo'lsin, o'yin tugagandan keyin yuz ko'zinglarni tangiz yuvitinglar bo'landi.